Salom. Yaxshimisiz? Kimlarning ovozini eshityapman? Yaxshiman, rahmat, o'zingchi? Yaxshi, rahmat. Nega bunchalik xursandsiz? Nega xursand bo'lmay? Xotiralar bilan suhbat qilish ko'pchilikka ham nasib qilmaydi. Xotiralar? Nima? Men siz uchun xotira bo'lib qoldimmi? Ha, o'tmishga aylangan shirin xotira. Xo'sh, men o'tmish bo'lsam, buguningiz kim? Menimcha endi buni senga aloqasi yo'q bo'lsa kerak. O'tmishsiz kelajak bo'lmasligini bilsangiz kerak. Ha. O'tmishdagi xotiralardan xulosa chiqarib, kelajak qurish kerakligini bilaman. Men esa o'tmishimdan yetarlicha xulosa olib bo'lganman. Uzr, charchagan ekanman shekilli. Negadir uyqum kelyapti. Yaxshi dam oling. Rahmat, sen ham yaxshi dam ol. Netay, sizni sog'indim. Seni hatto sog'inishga ham haqqim yo'q. Baxtlimisan? Baxtliman. Baxtlimisan? Ha, juda ham baxtliman. Baxtlimisan? Baxtliman dedim-ku. Nega buncha so'raysiz? Meni baxtsiz qilaman. Men shunga ham xursandman. Baxtli bo'lsang bo'l. Sen baxtli bo'lishga loyiqsan. Mayli, sog' bo'l. To'xtang. Nima deysan? Yana so'rashingizni istardim. Baxtlimisan degan savolingizni. Nega? So'rang. Xo'p. Baxtlimisan? Bir zum bo'lsa ham men bilan gaplashganingizga, yonimda ozgina bo'lsa ham borligingizni his qilganim uchun baxtliman. O'sha kunga ming la'nat. Eshityapsanmi? O'sha kunga ming la'nat. Ming la'nat o'sha kunga.